Hürmetli vatandaşlık şeyimizi tamamlaştırımız. Birinci ıslahı 2022 yıl 12. ayının 26. günü. Endiki mavzumunda vatandaş. Wang Yi, Cumhuriyet Taşkı İşler Ministerliğinin Ministeri Wang Yi, Rusya Cumhuriyet münasebetini akladı. Rusya bilen stratejilik şenşini tehemme küçeytimiz dedi. Mavzulu haber 12. ayının 25. günü, tünü gün, yekşembe. Amerika Avazının Xitay Tel programı ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Cumhuriyet'in Taşkı İşler Ministeri Wang Yi, 12. ayının 25. günü Rusya'nın Ukrayna'ya tecavüz kılıp kirişi meselesi de Cumhuriyet'in meydanını akladı ve mındak dedi. Kelgüsü bir yıl Rusya bilen Cumhuriyet'in stratejilik şençini küçeytimiz. Minister Wang Yi, Amerika Cumhuriyeti münasebeti yamanlaşıp gitişinin sebeplerini Amerika tarafı artıp Amerika'nın Cumhuriyet'e qaratqan hata siyasetini kabul qilishni rad qiladiganligini bildirdi. Bu hata siyaset degeni Wang Yi'nin ağızlık gapçı mı? 20. Qurultayda Merkezi Komitet a'zaligi saylangan Wang Yi, yakshanba kuni ekran orqali xalqaro vaziyat va Cumhuriyet'in diplomatiya muhokama yig'inida nutq so'zladi. Nutqida G'arb davlatlarining savdo texnika, kishilik huquq, Janubiy dengiz, egilik huquq tavalligi masalalar bo'yicha Cumhuriyet besim ishlatganligiga qarshi turib, Amerikaning zo'magarligiga qarshi turadiganligini bildirdi. Amerika Birleşme Agentligi xabar qilib, bundaq ko'rsatdi. Cumhuriyet Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilganligini ayblashni xohlamayotdi. Xalqaro safga qo'shilib, Rossiyani embargo qilishni xohlamayotdi. Cumhuriyet bilan Yevropa davlatlarining munosabatini yomonlashtirib, ixtiloflarni kengaytiryapti deb ko'rsatdi Amerika Birleşme Agentligi. Minister Wang Yi mundaq ko'rsatdi. Cumhuriyet Rossiya bilan bo'lgan strategik ishonch va o'zaro hamkorlikni kuchaytiramiz. İki devletlerin stratejilik hamkorlik munosabatlarini to'liqlaymiz. Minister Wang Yi Ukraina krizisi to'g'risi to'xtalganda mundaq ko'rsatdi. Cumhuriyet baştan oxir adil negizlik prinsipda ching turib, qaysi bir tarafga yonbosmay, o't ustiga yog' chachmay, fırsatdan foydalanib manfaat ko'zlamaydi. Amerika Birleşme Agentligi mundaq ko'rsatdi. Garchi G'arbning besim orqasida Cumhuriyet bilan Rossiya o'rtoqligini tepib olgan bo'lsa-mu, lekin Cumhuriyetning iqtisodiy kelgusida yanada davomli Amerika va Yevropa bozoriga va texnikasiga tayinidir. Minister Wang Yi mundaq e'tirof qildi. Faktlar qayta isbotlab ko'rsatdiki, Cumhuriyet bilan Amerika bir-biridan ayrilib ketolmaydi va ta'minlash liniyalarini bir-biridan uzib ketolmaydi. Minister Wang Yi mundaq ko'rsatdi. Cumhuriyet Amerika Cumhuriyet münasebetining to'g'ri va balki to'g'ri nishonga qaytib kelishini qo'lga keltirdi. Cumhuriyet Amerika Cumhuriyet münasebetining to'g'ri va balki to'g'ri nishonga qaytib kelishini qo'lga keltirdi. Minister Wang Yi mundaq dedi. Amerika Minister Wang Yi mundaq dedi emasmi? Minister Wang Yi
Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken bilan hafta oxirida telefon suhbati o'tkazdi. Ya'ni shanba kuni. Ya cuma kuni mi diye qaysi 2 kunning birida telefon suhbati o'tkazdi. Amerika Davlat Mahkemasi mundaq ko'rsatdi. Blinken Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinken Amerika Jungo munosabatida boshqarish, ixtiloflarni boshqarish, tizginlash, ixtiloflarni tizginlashni muhimligini ta'kidladi.